Biz şuşu binada, bu bina İjbubi Avul Müzeyi. İjbubi Avul Müzeyi olarak ol uyuştu ham açıldı indi 21 yılda. Bu binada ağa kadar ol başka binalarda orun alıp durdu. Bu binaga kelgen vakitte bu binanın bulat iştirli funksiyası. En birinci salınaydı 19. asır ahırında Boy Söwdeger Mahmedjan Ahmadjanov'un Turak yurtu bulara. Turak yurt demek bu özünün gailesi bilen bunda turgan. Oktyabr inqilabından soň hoja bu yurtni topşıra Sovet властына. Sovet властını tartıp almay, ulanı özü добровольный topşıra hem bunda ornaşa Sovet mektebi. Sovet mektebi bir neçe liste yol işli. Hem 20. asırın ahırında yağı mektep binası tizilgeç oldu. Bu bina indi kereksiz, yaraksız halga kele. Bir türküm entuziyastlar tırışlığı nәтижесінде ақыршықта ол bir yurtның макеті işlendiler, şu maket. Hem bu yurtның maketін biz eriştik президентқа тапшыруға. Rüstem Nurғалиевич Minnehalov әгержіге келгеч, ona prezentatsiyalandı bu bina. Hem olanda müziği eriştiriu turunda özünün hayır fatihasını verdi. Hayır fatiha degan söz aslında turaydı akşasını verdi. Hem bina şoluk negizde, şoluk fundamentda, şoluk ölçemler, terezeler, ишikler hem başkalar bilen yanında turguzuldu. Yani bu bina, bu eski bina değil, bu yanı bina bulup tura. Mine şu yurt boyunca. Hazır gittik biz ekskursiyonu devam ettiremiz. Mine kurulgan şımında bu sonlar indi ko'rsatib tura. İjbubida ilki vaqtda yaşagan kishilar. Bu Tatarlar ham Tatarlar. Bu ko'rib turasiz, bu boshqa millat vakillari, bu Marilar. Eng ilk burungi zamonlarda bu territoriyada yaşaganlar Marilar. Yavuz Ivan Grozny Qozon xonligini olgach, bunda Tatarlar endi Qozon xonligidan kunchiqishga ko'chirib keladilar. Ham Marilar bilan birgalashib yashay boshlaydilar. Birgeleşip yani assimilyatsiyalab. Hazırki şeytsen onlar tolerant, dostlarcha yaşay, ozg'ishmay, talashmay, so'g'ishlar boshqalar bo'lmay. Hatta bir narsani aytirgan jite, İjbubining mullasi millati bo'yicha bo'lgan Mari, lekin dini bo'yicha bo'lgan islomga ko'chgan kishi. Ana ismi bular Hakim. Avul xalqini atab bergan Hakim mulla. Tatarcha aytganda u Shirmush mulla bo'lgan. Buldu, gittik derse. Halkı şug'ullangan savdo bilan. Niçin savdo bilan? Chunki İjbubida boshqa tur avul xo'jaligi ishlari bilan shug'ullanishga mumkinchilik oz bo'lgan. Ayrim olganda yer oz bo'lgan. Ekinchilik, tirikchilik bilan shug'ullanishga. Shunga ko'ra mana bu bilmaydi, bizning savdogarlar bilmasa ittirib formalashgan. Suretlengen. Bunda hazırki şeytsagidi magazin, ilki şeytsak lavka, yaki kibit urnaşkan. Kibitte көрерге mümkün. O vakittağı, hazırki vakitta da naqşuluq aybirler magazinlerde satılgan. Bu şeker, bu onlar, yormalar, bu yumurtalar, kukeyler, bu soğut soba, xo'jalik kerak-kerakları ham boshqa turli birler. Büyük ihtirar edilgen kimine bu polkaga, onda to'qimalar. İjbubi savdogarlarının tip tavarı bo'lgan to'qima, yoki tarixcha aytsak endi manufaktura. Ol buzilmagan, ol og'ir bo'lmagan, sasimagan, islanmagan. Shunday ana to'plab, ko'plab olib qaytadigan mumkinchilik bo'lgan. Tovarni olib qaytganlar yarmarkalardan, ayrim olganda Makarja yarmarkasidan, ham kunchiqish illaridan. Bu Orta Aziya illerinden, Kafkaz illerinden, Xitay, Mongolia, Hindistan'dan. İjbubiga kele turgan bo'lganlar yazıp qoldiruvlar bo'yicha karvanlar. Ot bilan ularning uzunliklari endi karvanning boshidan boshına kadar bo'lgan bir necha chaqirim. Ot qira tugul, bar ma'lumotlar diyeler bunda kelgan degan. Mana bu ikki kirpiç yoqqamda qo'yilmagan. Bu hozirgi shiddat standart bo'lmagan kirpichlar İjbubida bo'lgan kirpiç zavodlari. Mana shunday kirpichlar
демек болған шимал, қызыл балшық, болған ішшілер, прораблар, мастерлар, өзінің технологиясы. Но 20 ғасырға кіргенше 1890 деп қойылған мұнда. Хамына Ижбубыда көрген ұшыраған кирпичлер, кирпич биналар, шошық йұрттан қожалығы іштенілген енді бұл кирпичтен. Хам ихтибар етсеңіз, олар қазіргі кирпичтен өзінің бек жақсы сипатлы болуы білен айырылып тұрады. Міне бұл бинаның асқылышы кирпич. Бұл бина қазіргі уақытта да бар, бұл қолданышта. Мұнда орнашқан біздің почта бинасы. Ilgariroq vaqtda endi u foydalanadi, turli ishmalarni ishi uchun. Ustda yuqorida yashagan xo'ja, ostda bo'lgan endi kibet. Ayrim olganda bunda ko'rasizmi? Nig'matullinlar kibeti, kitob kibeti. Ovulda bo'lgan kitob kibeti. Hozirgi vaqtda ipi kibeti, daraqi kibeti, shundaymi? Halik bo'lgan ovulda kitob kibeti. Tatarlar o'zlarining ma'rifligi bilan ayrilib turadi. Bu fotografiyalarni ko'rishga mumkin, turli savdogarlar ham boshqalar. Misol ayrim olganda bu xo'janing xotini ham bog'alari. Xo'janing o'zining fotografiyasi yo'q, chunki u bo'lgan bek diniy, din bo'yicha edi, fotoga tushuv huquqlanmagan. Pasportga da tushmagan u. Pasportga da tushmaganlar. Tak, bunda tak. Bu boy savdogarlar ayrim olganda bu kaftanni bizga bo'lak etdi. O'zi ochgan vaqtda mana bu efendi Qiroz Ortiqqa bu Tataristonning premyer ministri Aleksey Pesoshin degan efendi o'zi kelib o'zini ochdi, ham mana bu kiyimni, kaftanni bo'lak etdi. Savdogar, onun xotini turmush yurtdoshi halol jifti. Nechanchi yilni ochdilar? 21. 21 Tatarcha aytganda ruscha qo'shiq. То есть bu bino maktab bo'lgan chir. Bilamda burasi maktab, bolalar. Qo'yibsiz. Mana bolalar, o'qituvchilar, uzoq davrlar endi Ijrobiy xalqi, yaqin tira ovullar o'zlari maktab olarak bu binoni foydalandılar. Hozir biz kuchamiz 2-qatqa.